Assalomu alaykum, Yosharish kanali a'zolarim, sevimlilarim, aziz YouTube doshlarim. Bugun ham sizlar uchun foydali bo'lgan videorolik qilamiz. Bugun qoshlarimizni va kipriklarimizni o'stirish uchun malham tayyorlaymiz. Uy sharoitida bemalol foydalanib, qosh va kipriklarimizni chiroyli qilib o'stirib yurishimiz mumkin. O'zi bizni qosh kipriklarimiz nima uchun to'kilib ketadi va nima uchun nimjonlashadi? Buni sababi albatta bizning ichki organizmimiz bilan chambarchas bog'liq. Bizdagi yuzimizdagi va butun tanamizdagi hamma o'zgarishlar ichki organizmimiz bilan 100% chambarchas bog'liqdir. Ichki organizmimizda qaysidir vitaminlar yetishmasligi, namlik, ozuqalar kamligi sababli bizning yuzimizga har xil muammolar paydo bo'ladi. Bu bizga signal bo'ladi. Demak, biz hamda ichki organizmimizni to'g'rilab olishimiz kerak, balansga keltirib olishimiz kerak. Buning uchun ichki organizmimizni shlaklardan tozalash, oziqlantirish, namlantirish va kerakli bo'lgan vitaminlarni uy sharoitida quruq mevalardan tayyorlab olib iste'mol qilishimiz mumkin. Buning uchun 30 kundagi yosharish marafonimizni kuzating. Unda batafsil yoritilgan. Biz hozir videomizni tagida, opisaniyada bu videoroliklarning linkini sizga tashlab qo'yamiz, qo'yib qo'yamiz. Ko'rishingiz mumkin va foydalanishingiz mumkin. Undan tashqari go'zallik retseptidan ham foydalaning. Unda quruq mevalardan tayyorlangan vitaminga boy bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini biz uy sharoitida tayyorlab olib iste'mol qilishimiz mumkin. Bu ham bizga juda ham yaxshi yordam beradi. Bu ayniqsa sochlarimiz, qoshlarimiz, kipriklarimiz qalin, qop-qora bo'lib, chiroyli bo'lishiga juda ham yaxshi yordam beradi tarkibidagi vitaminlar. Qoshlarimiz, kipriklarimiz va sochlarimizning oqarishi ham bizni organizmimizda vitaminlar kamayganda sodir bo'ladi. Buning uchun albatta hammasini kompleksni, balansda olib borishingizni tavsiya qilaman. Qosh va kipriklarimiz qop-qora bo'lib jozibali bo'lishi uchun, kipriklarimiz uzun va chiroyli qalin bo'lishi uchun malhamni tayyorlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi kastor yog'i kerak bo'ladi. Kastor yog'ini siz aptekadan olishingiz mumkin. Buni bitta idishchaga yoki bo'shagan tush qutisiga uni yaxshilab yuvib tozalab foydalanishingiz mumkin. Demak, kastor yog'idan 1 choy qoshiq olamiz. 1 choy qoshiq kastor yog'imizga biz aralashtiramiz vitamin A. Vitamin A 20 tomchi aralashtiramiz. Vitamin E 15 tomchi aralashtiramiz. Bularni yaxshilab aralashtirib olib, undan keyin bironta idishga solib qo'yib, har kun uxlashingizdan oldin qosh va kipriklaringizga surishingiz mumkin. Albatta, qosh va kipriklarimizda kosmetikalar bo'lmasligi kerak. Ularni yaxshilab yuvib tozalab, tushlar, qalamlar, ularni hammasini yuvib tozalab tashlaganimizdan keyin bu malhamdan foydalanamiz. Bu malhamdan foydalanganimizda bizda qachon natija bo'ladi? Bu malhamdan biz 1 hafta, 2 hafta uzog'i bilan 1 oy, 2 oyda foydalanganimizda juda ham yaxshi natijalar bo'ladi. Siz juda ham yaxshi tez natija olmoqchi bo'lsangiz, 1 hafta ichida tezroq natijalar ko'rmoqchi bo'lsangiz, ya'ni qosh kipriklaringiz chiroyli bo'lib o'sishini xohlasangiz, yuqorida berilgan tavsiyalarga albatta amal qiling. Ichki organizmni shlaklardan tozalash va namlantirish, oziqlantirish, tabiiy vitaminlar kompleksini tayyorlab, retseptini tayyorlab iste'mol qiling. Shunda sizda o'zgarish jarayonlari tezroq paydo bo'ladi. 30 kundagi yosharish marafonimizda sizlarga tavsiya qilingan 1 kunda 1,5 litrgacha, 2 litrgacha suv ichish tavsiya qilingan. Avvalo men sizlarga bitta sirni aytmoqchiman. Suv ichishimiz nima uchun kerak? Hamma joyda suv ichish kerak deyiladi, lekin bu bizga nima uchun kerak? Bu bizga shuning uchun kerakki, bizni organizmimiz ichidagi oshqozon, ichak, o't, jigar, umumiy hammasi bizni yurak, o'pka, bizni kun davomida bizni asrab turadigan va bizga yordam beradigan organizmimiz, organlarimiz, bular hammasi suv orqali ishlaydi. Shuning uchun biz kun davomida ko'proq suv ichishimiz kerak. Agar siz suv qabul qilmasangiz, organizm xohlaysizmi, yo'qmi, u ishlashi uchun sizdagi yegan oziq-ovqatingizni yoki organizmingizdagi bor namlikni sug'urib oladi va o'sha orqali ishlaydi. Demak, ular ishlash kerak. Ishlashi uchun albatta suv kerak bo'ladi. Shuning uchun biz organizmimizga doimo o'z miqdorida suv berishimiz kerak. Demak, biz suv ichmagandan keyin organizm namlikni, bizdagi bor hamma namlikni sug'urib olib, ular ishlashi kerak bo'lgani uchun, namliklarni hammasini tortib olgani uchun bizni terimizda
bujmayish, tirishish, qarish jarayonlari boshlanadi. Ya'ni ajin tushish muammolari boshlanadi. Organizmlarimiz chiroyli, yaxshi ishlashi uchun, bizni sog'lom qilishi uchun zaxiradagi bor namliklarni, ozuqalarni va vitaminlarni ham tortib oladi. Shuning uchun siz kun davomida o'z tanangizga, organizmingizga kunlik suyuqlik va vitaminlarni o'z vaqtida berib borish kerak. Vitaminlarni o'z vaqtida berib bormaganimiz natijasida bizda vitamin kamayishi va bizda qarish jarayonlari tezroq boshlanib ketadi. Qarish jarayonlarini to'xtatish har birimizni o'z qo'limizda. Buning uchun siz tanangizga chiroyli g'amxo'rlik qiling, tabiiy bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlaridan ko'proq iste'mol qiling, kun davomida foydali bo'lgan suvlarni ko'proq ichib turing. Yosharish kanali a'zolarim, sevimlilarim, aziz muxlislarim, sizlarga foydali bo'lgan videoroliklar qilishda yana biz davom etamiz. Siz esa videorolik yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Sog' salomat bo'ling. Sizlarga sog'lomlik, go'zallik va yosharish taqdim etishda har doim davom etamiz. Sog' bo'ling.